Assalomu alaykum, hurmatli a'zolar, YouTube tomoshabinlari va Instagram tomoshabinlari, azizlar. Nasib biza uchta xonamizni abona qilib bo'ldik, 4 ta xona abona olganmiz. Bugungi sanamiz 2-aprel 2025-yil. Nasib biza juda ham sifat yaxshi abonamizni yuvib artib olaversa bo'ladi. 220 mingdan olingan roloni 190 ming 2 xil firma olingan Xitoy aboy. Hali ishimiz yakunlanmagan, sababi yana bitta xonamiz bor, keyin ugonlik qo'yamiz. Ikkinchisilar kraska bo'ladi, plintislarni qo'yib beramiz hammasini. 50 mingdan qilib beramiz aboy yopishtirishni, ikkisilar shpaklavkasi bilan. 60 minggacha bor. Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, Buxoro bo'yicha xizmat ko'rsatamiz. 350-370 atrofida ana shu patologimiz ustalarimiz o'zlaridan qilib berishadi. Material ichida, ya'ni qandildan tashqari faqat lisa olib berasiz bo'ldi. Bitta mahga o'sha ovora qilmasdan o'zlari qilib ketishadi hammasini. Aboyimiz sifat juda ham yaxshi, super mo'shi, o'sha atachinta, venetsiyanki fasonlar berilgan. 3 ta xonamizniki ham, 4-inchisi ham neobычный aboy. Sifat juda ham yaxshi, mana ko'rib turibsizlar. 6 ta aboy ishlatdik, 57 kvadrat atrofida ushbu xonamiz. Yana to'liq obzor qilamiz, 4 ta xonaga qancha ketdi va usta haqqi bilan qancha bo'lyapti, mayda chuyda detallari bilan hammasini hisob-kitob qilib aytamiz yaqin kunlarda nasib bo'lsa. Bir haftalar ichida to'liq tugatib olib, katta holimiz bor, ya'ni kiradigan. Juda ham katta bu ham. 770 ga 4 dan katta mana bu xonamiz natijali bo'lgan. Tag qismlarni laminat qilamiz. To'liq obzorini chiqaramiz yaqin kunlarda, hozir qisqacha qilamiz. Mana ko'ringlar, baho beringlar ishimizga. Endi aboyda o'sha fasoni turi juda ko'p. Mana shuni tanladik biz. Uzorli, masalan o'sha gulli, MDF ga oldin moslab mana bunaqa gulli aboylar ham ishlataydik. Karishli fasonlar berilgan. Hozir unda sal uzoqlashdik, faqat atachinta o'sha venetsiyanki fason beryapmiz. Sababi uydagilarga ma'qul bo'ladi, ham ko'z charchamaydi. Yaxshi bo'ladi, bir chiroyli, ochiqqina chiqadi. Atachintani o'zi ajratib bo'lmaydi, absolyutni. Asveshinaga qarab o'sha o'zgaradi bu ham, mana. Gullarning kakpolojini terilgan bu hammasi, atkoslarning ichi gulni terganmiz. Bizning xizmatimiz Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, Buxoro bo'yicha. Ushbu zakazimiz Qashqadaryo Kasb tumanida. 34 rolon aboy kelgan, nasib bo'lsa o'sha tugagandan keyin hammasini to'liq obzor qilamiz. Uydagiga qancha tushdi, usta haqqi qancha bo'lyapti, nima ishlar qildik, hammasini yana bir bor sizlar uchun aytib o'tamiz. Sog' bo'linglar, bizni kuzatganlarga omon bo'linglar. Hali ishimiz davom etadi, kuzatib boringlar.